Akalar boqmalar qatordamiz, xudo xolisa 18,5 ga berilmayapti Chuvama mol bozorida. Lekin savdosi qattiq bo'lyapti, xudo xolisa. Oyoq qo'llari joyida, xudo xolisa. Yashurdan chiqqan deb aytyapti mol, xudo xolisa yemoqchi molga. Javobda ham uje kavshab turibdi bozorda ham. Xudo xolisa tan jonisam birkalarmi? Tagi Qirg'izistonmidi buni aka? Birkalarmi? O'zimiznikimi? 18,5 bo'ldimi aka? 18,5 ga berilmayapti, xudo xolisa. Biri 20 ga yaqin, biri 15. Yo'q, bo'ylari 18,5 ga berilmayapti, xudo xolisa. Ozgina qoldi inshaalloh. Bunga nech pul eshitgan o'zim Messilardan. Boki bu sizdanmi? Qanchaga bermading? 17,5. 17,5 berishyapti. Nech pul deyapsiz o'zi aka? 20 ekan bu. 20 ekan. 17,5 pul eshitgan. Chiqmadimi aka? Kurakchi. Birdan o'tgan xudo xolisa. Og'izlari ozgina ko'payib bo'lib turibdi, xudo xolisa tanjoni sog' bo'lsa. Yem yaqinlashib qolgan. Tinnalari bor ozgina. 17,5 pul erishyapti. Og'zida ko'pigi bor. Doim kasalliklar. 17,5 berilmayapti. Savdolarimiz bor, xudo xolisa. Baraka bo'lib shekilli shu yerda. Nech pulga beribdi aka? Bilmadim. Oshtaqa nech pul bo'ldi bu? 20,5 ga. Bu ham sotiladi. Kela. Ne qilib ko'rsatay? Hozir 20,5 ga beribdi. Tikinasi edigan. Oyoq qo'llari ham, xudo xolisa orqalari ham suvaylari. Tuzuk, o'rtacha ekan. Mana chiroyli ko'rindi. 20,5 ga baraka bo'lib, xudo xolisa. Chuvama mol bozorida ko'ringlarchi. Buni ham sotamiz deb aytyapti Oshtaqa. Qo'yganlarini. O'zimiz, qo'yganlarini ham bitta ko'ringlarchi. Bu sizlardan amaki bilanmi? Nech pul ko'rishdi aka? Mana nech pul oldi? 20 million. Bundan kami bor. 20 dan kam. Arzon joy aka. YouTube'da ham Instagramda ham arzon joy deysiz chiqadi. Aka buni bermaganimiz o'manimi bo'ladi? Aka 34 pul berdi. Moykasinimi? 34. 17 dan berilmabdi akalar. Qayer? Chuvamani molimi aka? Yo shaharni molimi? Madaniyatnikimi? Madaniyatli bolalar. Aha. Akalar ikkalasi 34 ga berilmabdi. Narigisi 20,5 ga sotildi. Mol pul o'manimi aka? 20 millionga berildi. Bu 20 ga berilmayapti. Narigisi 20,5 bo'ldi xolisa. Narigisi hali ko'rmadi. Nech pul dedi Oshtaqa? Nech pul oldi dedingiz? 21 bersam Ha, pul beryapsizmi? Bir qator aylanib ko'rsatilyapti. 21 ga ozgina bor deb aytiladi. O'sha 120, 125 bo'ylar. Aka bitta nomer qo'yib qo'ysalar ham qiziqqanlar. 95lik. 130 130 30 81. 30 81. Uyda ham bo'larmi variantlar aka? Liboy paytda xohlasa. Borib savdo qiladigan inshaalloh. Bo'ldi, 24 soat ekan akalar. Musofirdagi akalarimizdan xotirjam aloqaga chiqaramiz aka. Ikkalasi 34 ga berilmadi. Narigisi 20 ga, narigisi 20,5 ga sotildi. U uchinchisi, to'rtinchisi. Shunisi 20,5 ga sotildi. Boqmalar qatorlarimiz akalar, xudo xolasa. Andijon Chuvama mol bozorida. O savdo bo'lyapti ko'ramiz. Bunisi 17,5 ga berilmabdi akalar. Bunisi 18,5 ga berilmadi. Barakani bitta ko'rib qo'yaylik. Qaysini savdo qilishyapti aka? Bu akalar. Nech pul berdi? 21 dedimi? Ha, hozir yurgizganmi? Ha, 21 berdi bunga. Mana Oshtaqa hozir yurgizgan bu 21 ga savdo bo'lyapti. Ishlar bitmadimi aka? Bu aka sizdan uchosi ham? Qanchadan ko'rdi bermadi aka bular? Bitta joyi so'raman uchosini? Yo'q. Narxini so'rashyapti. Hali bir qiziqqan bo'lmadi. Nech puldan deyapsiz uchosini bir joyga desa? 60 deyapmiz.
kami bor. Hali narx ko'rmadan bittasi. Dehqonchilik, tirikchilik. Uchoqsini bir yo'lida qilib nomer qo'yib qo'ysak bo'ladimi aka? O'zi pul ko'rmadan bittasi ham hali ko'rmadim. O'zimizni meslilardan akalar. Xudo xolasa qo'llari, suvaylari joyida, tirnoqlari ham yaxshi, xudo xolasa. Tirnoqlari ham unaqa o'sib ketmagan, cho'tki, xudo xolasa. Lekin yashurdan chiqqanmi? Xudo xolasa bu yog'i ishonarli. Yashurdan chiqqan ekan akalar. O'zi yashur olmagan mol qolmadi shekilli o'zi. Anaqada ham. Yashurdan chiqqan bu yog'i xotirjam deb aytyapti, xudo xolasa. Yemoq ichmog'ini bir qator tekshirib olasizlar akalar. Ucholasini 20 dan deb so'ralyapti, 60 million. Boy aka, qayerda moli bular? Qayerda moli? Nomer bersangiz bir qiziqarlar bo'lsa, 93lik. 321 53 51. Telefon raqamlari hali qiziqilmadi akalar. O'ylari 120 125 borib bormaydi. 20 dan narx aytilyapti. Uchalasi arzon joy. Arzon joyi. Uchalasini 60 so'ralyapti. Xolos telefon qilib bog'lansanglar, kelishadigan joy. Yashurdan chiqqan ekan, yemoq ichmog'ini bitta surishtirib, xotirjam qilib olsa bo'laveradi. Boy aka, bozoringizni bersin. Sog' bo'linglar aka. Mana boqmalar semizlar qatorida savdo bo'lyapti menimcha. Yo'q, savdo bo'lyapti. Savdo bor. Nech pul berishdi boy aka? Hoji aka, nech pulga bermading? Hali savdo qilmadi. Endi kirdi akalar, mana yangi bor. Xudo xolasa. Savdo bo'lganlarni ko'raylik, xudo xolasa. Dehqonchilik ekan shekilli, hali so'ralmadi ham. Bu qachalar qatoriga o'tamiz. Xudo xolasa sekin boqmalar. Nech pul beryapti boy aka ikkalasi? 9 million 200 ming beryapti. Oshib ketganmi? Menga 18,5 beryapti. Menga 18,5. Akalar savdosini tutamiz, xudo xolasa 19 million 200 savdo bo'lyapti. Oyoq qo'li go'zal narsa ekan, o'zi ham chiroyli narsa. Chuvo'nma mol bozoridamiz. Oq quloq, oq tumshuq chiroyli variantlaridan. Orqalari ham yaxshi kelgan akalar. 19 million 200 berdi. 200 ga savdosi mana bo'lyapti. Nariga 18,5 ga bermadingmi aka? Berilmadi. 18,5 akalar. Chuvo'nma bozor ozgina tikrom akalar. Bir 20, 115. 20 chiqib bermaydi aka? Chiqashi 120 ga yaqin, ikkalasi ham bir xil bo'yi. Ya'ni 19 million 200, mana 18,5 ga berilmadi bu holis. Savdo bo'lyapti. Qora sizdanmi aka? Yo'q. Janob, chiroyli narsa ekan bu. Boyki qora o'zdanmi? Undan. Nech pul qilishdi buni aka? 17,5 berilmadi. Mana aka. 120 to'liq chiqib beradi bu holisi, bunisi bo'y baland. 25 ham bor. 25 ga ham bor beram. Bu holisi 125 ga ham qadam beradi. Dehqonchilik shekilli aka. Tirikchilikmi? 17,5 bermadi dedingmi? Nech pul so'rading? 20 kami bor. 20 kami bor. 17,5 ga ishimiz bitmadi bu holisi. Andijon Chuvo'nma mol bozoridamiz. 125 ga qadab chiqib beradi deb aytilyapti bu holisi. Boqmalar qatorida. Bu baraka yo'qmanimi aka, bilmaysizmi? Arzon aka. Nech pul berdi hoji aka bunga? Bu yog'i. Akalar, xudo xolasa bekariga ketgan inshaalloh. 18 kami bor. Salomatchiligi joyidamikan? Salomatchiligi joyida bo'lsa, xudo xolasa olsak bo'laveradi inshaalloh. Savdo bo'lyapti. Boyka bozoringiz bersin. Rahmat. Qaysi savdo bo'lyapti? Nech pul beryapti? Yo'q akam. 15,5 ming. Yomonlar maloriga qora ekan, bo'lmaydi, boshqa edi. Naraq o'tamiz. Buni 18 kami bor dedi. Narx aytilishi yaxshi, salomatchiligi joyida bo'lsa. Shunga 15,5 berishyapti. 115.
ga qadar chiqish chiqdi. Savdosi ham 18 kami bor. Xudo xolisa sekin narxlarni bilib o'tamiz bu yoqqa. 19:02 da hali bitmadi xudo xolisa. Ola kimdan ekan? Ha, nech pul bermadi? 29 deyapmiz. Pul ko'rdim, ko'rmadim bozor. Balat qancha ko'rdi oshdan? 29 kam. Ha, go'shtimi? Zotgari. O jonivor. Qo'llari xudo xolisa yaxshi, orqalari yaxshi kelgan. Tan joni sog' bo'lsa, xudo xolisa 29 kami bor deb aytilyapti ekan. Orqalar juda bir chiroyli kelibdi. Suvaylarni qaranglar. Voy. Oshtaga bermaganimiz qancha bo'ldi bozor qilgan? Hozir kelyapti. Ha, endi keldingmi? Aha. Bir nomer aytib qo'ysa bo'ladimi? Qayerda kim bor? Qaytadiki. Qaytali akalar bo'lsa, zotiga javob bera olamizmi qoniga? Ha, uyda ham bormi? Unajillaridan-chi? Yo'q, faqat Novos. Faqat Novos bor. Qoniga javob beramiz. Uyda ham bor yana variantlar. Yana ikkita bor. Yana ikkita bor. Xuddi shunaqami ham maqma? Aha. Nomer ayting, oshtaga telefon qilishadi xolos. 93lik. 335 1509 akalar. Qaytali akalar bo'lsa aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa ishinglar oson bitadi. Bu yo'q bo'lsa, xudo xolisa telefon qilib lakasini tashlattirib kelsa bo'laveradi. 29 kam bor deyilyapti, xudo xolisa 1.25. Ha, o'lchab qo'ydingizmi? Aha, bo'yini ko'rib qo'ydi. 30-32 kelyapti akalar. Sheriklari ham shundan atrofida. 3 ta bor ekan akalar. Ha, bundan ham kattaroq. Aha, yoshi bir xil. Xudo xolisa qonunga javob beraman deyilyapti. Yeb ichi, xudo xolisa bu yog'i yaxshi bo'lsa, yashurdan chiqmadimi? Bo'lmadi, xudo xolisa. Bo'ldi. Akalar, xudo xolisa uydagilar xudo xolisa yashur bo'lmabdi. Bunisi birinchi bozorga chiqishi. Oshtaga emlanganmi, emlanmaganmi yashurga? Emlanganmi, emlanmaganmi? Bizda anaqa bo'lib qolyapti, shunaqa narsa bo'lyapti. Emlanmagan mollar kasal olmayapti. Emlangan mollar yashur bo'lyapti. Qayta bo'lyapti. Bu birinchi chiqishda bugun bozorga endi birinchi chiqishi. Akalar, bu shaxsiy fikr, bu o'zimning fikrim, juda ko'p mol boqadigan akalardan eshitgan fikrim, sigir, shu buqa boqadigan akalar, xudo xolisa emlatmaganlari yashur ichida yurib ham, xudo xolisa kasal bo'lmayapti. Emlangan mollar qayta bo'lyapti. Shu vaksinani bir qator tekshirish kerakmi? Shu joyni xudo xolisa kesib oldiga qo'yib qo'yamiz inshaalloh. Shu yashurga emlatmoqchi bo'lib turgan, shu yoki shunaqa yangi mol olgan akalarga tashab qo'ysanglar, xudo xolisa iloji boricha shu vaksinada nimadir bor, nimadir xato ketyapti. Shu bu anaqa isbotlarga qadar o'tdi, tajribalardan o'tdi akalar, ko'pchilik bilan gaplashdik. Shu mol bozoridagi akalar ham, uyda boqadigan akalar ham 3 ta 4 tasi bilan gap olganimizda, xudo xolisa shu vaksina qilingani 2 martalab qayta bo'lyapti, vaksina qilinmagani yashur ichida yurib ham kasal bo'lmayapti deb aytishyapti. Shuning uchun iloji boricha vaksinatsiya qildirmanglar, xudo xolisa o'zining immuniteti mollarimizga yaxshi. Xudo xolisa chidab beryapti xotirjam. Bo'lgan taqdirda ham o'ta ham yengil o'tib ketyapti vaksina qilinmasa. Shuning uchun iloji boricha emlamanglar degan fikrdamiz. Oshtaga mollari poytoda, xudo xolisa nomerlarni aytdik. Videoda oxirigacha ko'rsanglar chiqadi inshaalloh. 29 narx aytyapti, 3 ta bor ekan. Go'shtning paroda yashur bo'lmadi umuman deylar. Birinchi bozorga chiqishi 2 ta uyda bor. Anjon Chuvanma mol bozoridamiz akalar. Davom etamiz. Oshtaga telefon qilishadi, bozoringiz bersin. Hop. Oshtaga ham devoribman, Ro'zaning kunida sigaretni chekib oshtaga. Nimaga? Savdo bo'lyapti kelasi. Qo'chamiz. Neç pul verdiniz savcı ki? Neç pul verdiniz ki aslında? 31? Zor. Akela 31 pul verildi ikalasi. Şu zornak bo'ldi holisi. 1.10. Bu yoqda bo'y 1.10. Şu atrof. İkalasiga 31 berilyapti. Buncha normalmi?
Cho'g'on bozor ancha tikroq ekan akalar. Ancha balandroq ekan bozor. Ozgina chiqargan, lekin balandroq. Bugun yomg'ir yoqqaniga ham ancha oz chiqdi. 31 ber. Nech pul oldi balki? Nech pul oldi? Qancha dedik? 32. O, 32. Qanaqasiga? Jupi bormi? Jupi bor shekilli aka. Kelasiga 31 pul berilyapti. Yaxshi bo'ldi, baholasi. 15,5 dan. Hozir chepcha qolgandir, lekin yetib kelib qolibdi baholasi. 1.10, ikkalasi ham bir xil bo'yi. Shvetlar. Inshaalloh. Yapı g'ozallar bersin. Bularni ham pul qilaman. Nech pul oldi aka? Assalomu alaykum. Sizda 17. 1.15, 1.20 ga yaqin chiqadi bu holisi bo'yi. 17 berilyapti, o'zimiz Messilarni. Yapıyor akalar. Bu qochalar qatoriga u madrasalar, go'zallari bor ekan. O'chano. Toza qonliklari chiqdi-yu. Oh. Shuna fermaga terib qo'ysiz akalar. Shuna qilib bir xilda qilib. 30 ta. Bu tomonda 30 ta, bu tomonda turib. Nech pul oshtaqa? Nech pul oldi balki? 24 ga. Akalar. Birkalari bilan 20 millionga baraka bo'ldi holisi. Oyoq qo'llarni ko'ringlar, bo'yi 1.10, 1.15 chiqaradi inshaalloh. 4.20 ga baraka bo'ldi. Inshaalloh. Buni qancha qilishdi balki? Voy jonivor. Zotli narsa ekan-ku bu, ha? Maşallah. Ha, o'sha bitib qopti-da. Voy jonivor, chiroyli narsa ekan akalar. 18,5, nahayat 17 ga rosa ko'p xaridor deb aytdilar. Voy asar, go'zal narsa ekan. O'qara, orqalarini. Jonivor, chiroyli narsa ekan akalar. Bo'lakcha narsa ekan 17 ga. Aka bitta nomer qo'yib qo'ysa bo'ladi, sotib yuboramizmi? Qo'ymay qo'yaver, tavakkal aka. 90lik. 571 9703 18,5 kami bor. 17 ni ustiga yursa beramiz, Xudo xolisa. Mana. 1.10 1.12 u yoqda chiqadi bo'ylar, Xudo xolisa. O arzon joy aka. Instagramda ham YouTube'da ham arzon joy desiz chiqadi aka. Hop. Nariga ham sotilibdi shekilli. Bu aka nech pul oldi? Ha, birinchi kelishimi? Bir yurgizib ko'rilyapti aka. Chiqdimi aka? Shuni. Yo'q, pastroqda aka. Bizcha pastga shuning-chi? Arzon joyi, bitta iyi qo'shib qo'ying aka. Mana shu aka. Obuna bo'lib kuzatib tursangiz, xudo xolasa hamma bozordan videolarimiz chiqadi inshaalloh aka. Xizmatlar bo'lsa ham telefon qila olasizlar aka. Hop. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Sotilmadimi aka? Nech pul oldi? 18,5. Aha. Hibrid narsa ekan aka. Tuyoqlar stakan tuyoq ekan. Voy jonivor. O qorasini aylantiryaptimi aka hozir? Qorasimida yonidagi? Yana bittasi? Ha, bittami? 18,5. 8 million 18,5. Yo'q, borguncha yarim bo'ladi. Hibrid narsa ekan akalar, bu bo'yinlari bor narsa ekan, bu bo'yinlar. Baqalar, jonivor. Uy, hojiga uzr. Oqula otush. Akalar. Enasini qancha suti bor edi? O'zingizlar emasmi aka, dehqonchilik emas? To'g'rimi? Akalar. Stakan yo'q. Oyani emasmi shunaqa? Necha oylikligi? 6 oylik bo'ladi, 6 dan o'tib qoldi. 7 oyga Yetmadi. Xudo xolasa
akalar. Chiroyli narsa ekan, lekin bu yomg'ir yog'ib. Biletga gibrid tushganda. Aha. Cho'g'ni tuzuk. Stakan yo'q, oq quloq, oq tumshuq deganda 18,5 ga baraka akalar.